Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti organlari tomonidan firibgarlik holatlari fosh etilmoqda. Xususan, departamentning Nukus shahar bo'limi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqaro yakka tartibdagi tadbirkorning ishonchiga kirib, unga 20 million so'm pul evaziga Nukus shahri Bayterak mahallasi hududidagi savdo do'konining kadastr hujjatlarini go'yoki yuqori lavozimda ishlaydigan tanishlari orqali xususiy mulk sifatida rasmiylashtirib berishini va'da qilib, kelishilgan 20 million so'm pullarni Nukus shahri Jibek yo'li mahallasi hududida firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida qo'lga olindi. Bundan tashqari fuqaro joriy yilning aprel oyida ushbu tadbirkorning ishonchiga kirib, 25 million so'm pullarni firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritib, o'z shaxsiy ehtiyojlariga sarflab yuborganligi aniqlandi. Shuningdek, departamentning Shayxontohur tuman bo'limi xodimlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Unda mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbari fuqaroning ota-onasini umra safariga yuborish evaziga 1900 AQSh dollari va 700 ming so'mni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Bundan tashqari departamentning Bektemir tuman bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro o'zini mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbari sifatida boshqa bir shaxsga tanishtirib, o'zi aslida ushbu jamiyatda faoliyat yuritmasa-da, aldab 2 nafar fuqaroni Saudiya Arabistoni davlatiga umra safariga yuborish uchun viza hujjatlarini rasmiylashtirib, safardagi to'liq amallarni bajarishini ta'minlab berish evaziga 2400 AQSh dollari miqdoridagi pullarni firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritmoqchi bo'lgan vaqtda ushlangan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.